Assalomu alaykum, hurmatli Fayz Avtomotors jamoasi. Bugungi mehmonimiz Aziz aka. Aziz akam ko'p yillardan beri ko'p kompaniyalarni yurg'izgan yirik tadbirkor hisoblanadilar. Hozir kecha kunduzda Xonsaroy kompaniyasida ведущий spetsialist sifatida ish olib boryaptilar. Ham hozirgi должностьlarini esimda yo'q, aniq e'tiboringiz. Hozir kunda 4 ta bo'lim rahbariman. Bugun men o'zim mehmon bo'lib keldim. Savol javob qilgani. Ha, o'shanga. Bugun xudo xolasa sizlarga qiziq bo'lgan savollarga javob olamiz. O'zi aslida Aziz akam o'zi hozir katta kompaniyalarda ishlayotgan bo'lsa-lar ham o'zi ichlaridan Aziz akam avtomobilistlar. Yoshlikdan avtomobil, mashina yaxshi ko'rganlar, bekor paytlarida mashinalar bilan shug'ullanganlar, kolleksiyalar birdan. Xullas bizani muxlisimiz, ham o'rtog'imiz, ham Fayz Avtomotors kuzatib turadilar. Fikrlarini doim yozadilar. Akam fikrlari biz uchun muhim. Akam fikrlaridan ko'p foydalanib, bizni mana shu Fayz Avtomotors sahifalarimizda ko'p foydalanamiz fikrlaridan. Как любитель professional desa ham bo'ladi Aziz akammi. Bugun mehmonga keldilar akam. Nimadir savollar bilan kelibdilar bizga. Biz ham o'zimiz uni hozir improvizatsiya bo'lyapti. Bu hech kim hech narsa tayinlanib olmagan. Cho'tki improvizatsiya. Biz ham hali bilmaymiz nima savolligini. Bering aka savolingizni. Savol asosiy xalq savoli, ya'ni xalq ichida juda ko'p savollar bor. Men ham как потребитель kelib bugun sizlarga ikkita savollar beraman. Rahmat. O'sha savollarga sizlarning fikringiz qiziq. Endi menimcha bu narsa subyektiv bo'ladi, o'zingizlarning fikringiz bo'ladi, chunki hammaning o'ziga yarasha fikri bor. Bu ham sizlarning o'zingizlarning subyektiv fikringiz bo'ladi. Ommada buni yana nima qilamiz? Lekin sizlarning mutaxassisligingiz bu sohada 20 yildan oshiq уже yurganinglar, bu sizlarning katta plyusinglar, sizlarning bizga o'tzivingiz juda muhimda. Ya'ni hozirgi avtomobil bozorining holati, narx-navoni tushib ketishi, qaysidir mashinalar ko'tarilib ketishi, u ertangi nima bo'ladi degan savollar juda ko'pda. O'shalarni birma-bir savol beramiz. Sizlardan javob tayyormiz. Xursand bo'lamiz. Rahmat. Birinchi savolimiz, hozir mana 2025-yil aprel oyida turibmiz. Narx-navo keskin tushib ketyapti. Bu qachongacha davom etadi? Xo'p, savol yaxshi. Dolzarb savol, masala bo'lyapti. Bo'lib hozir O'zbekiston juda dolzarb, chunki O'zbekistonga mashina olib kirib kelib, uni sotish bilan ham muammolar boshlandi hozir. O'zingizlar xabaringiz bor, ozgina sertifikatsiya, tam tuda-sudalar bo'yicha keyin mayli ularni ham hozir yo'lga qo'yishyapti. Krizis o'zi dunyoda krizis bo'lyapti. Bizani tushunishimiz bo'yicha ozgina finansiy, ozgina krizis bo'lyapti. Keyin rivojlanyapmiz. O'zbekiston rivojlanyapti. Avtomobil juda ko'p, turlari ko'payib ketdi. Masalan, oldin qattim anaqa kuchli edi, nima deydi? Faqat GM mashinalariga monopoliya kuchli edi. To'g'risini aytishga. Hozir mana yangi islohotlar bilan hozir ancha monopoliya sinib, hozir polniy O'zbekistonga har xil brendlar kirib kelyapti. Jizzaxlarda mana ishlab chiqarilib, Xitoy bilan hamkorlik, o't bilan, bu bilan. Birinchi bo'lib, sizning savolingizga javob, mashinani soni, turi ko'payib ketdi. Bu birinchi bo'lib mashinalar narxi tushishiga sabab. 20 ming puli bor odam hozir kunda vibr ko'payib ketdi. Vibr ko'paygan. 20 ming puli bor odam bitta ikkita mashina ola oladi. Ya'ni Tracker shuni qatorida. Hozir 20 ming puli bor odamga vibr ko'payganligi uchun ham ko'p mashinalarning narxi tashadi. Krizis deyapsiz. Krizis ham bo'lyapti, to'g'ri. Krizis, dunyoviy krizis bizga ta'sir qildi. Ta'sir qiladi, ozgina ta'sir qiladi. Shu masala bo'yicha bitta fikr eshitib qoldim men. Qanchalik sizlar bu narsaga qaraysizlar? Xalqda pul yo'q deyishyapti hozirgi kunda. Xalqda pul yo'q, pul kamayib ketdi deyishyapti. Men boshqacha narsa eshitdim. Xalqda pul bor. O'sha pul, lekin xalq pulni oldindagidek ishlatmayapti. Nimaga? Oldin chiqib, o'sha BYD mashina oldin 28 ming edi, yarim yildan keyin ham 28 ming, bir yildan keyin ham 28 ming deb qo'rqmasdan 28 mingga ovorgan. Hozir bir oy oldin 23 ming edi, bir oydan keyin 21 ming, yana bir oy o'tsa 19 ming bo'lib ketayotgani uchun ham xalq lutchi olmay turaman, keyin olaman degan fikr ham bo'lyapti. Bunga nima deysiz? Xo'p. To'g'ri. Bu o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Bilasizmi nimaga? Bu
butun dunyoda shunaqa. Chet davlatda mana mashinani avtosalondan sotib olib, shuni ko'chaga olib chiqdingizmi, mashinaning narxi tushadi. 1 kilometr yurdingizmi, narxi tushadi. O'sha правильный narsa, to'g'ri narsa. Bu butun dunyoda haqiqiy raqobat mana shunaqa bo'lishi kerak-da. Agar raqobat bo'lmasa, avtomobillar narxi tushmaydi. Avtomobil narxi tushdi degani bu xalqqa yaxshi bo'ldi degani. Bu 28 mingga olsangiz-da, bu 28 ming bir yildan keyin bo'lib turursa, u raqobat yo'q degani. Bizda oldin 28 mingga olsangiz, bir yildan keyin 30 ming bo'lib qoladi. Yashang, raqobat yo'q degani. Monopol. Hozir haqiqiy sog'lom raqobat ketyapti. Частный biznesmenlar mashina olib kelib sotyapti. Avtokompaniyalar sotyapti, dilerstvalar ochilgan, ular sotyapti. Mana shu bir-birini orasida raqobat hisobiga narx tushyapti. Mana ikkinchi o'sha savolingiz, birinchi savolingiz ikkinchisiga haqiqiy sog'lom raqobat bo'lyapti. Shuni hisobiga narx tushyapti. Bu bizning fikrimiz. Zo'r. Xayrullo aka, hozirgi kunda yana bitta dolzarb masala bor-da. Mana mashina presh degan o'zi nomni o'zi ko'pchilikda juda samimiy uyg'otadi-da. Mashina pressa, mashinnik degan maqom bilan bir xil qilib qo'yishadi ko'pchilik. Lekin bitta tarafdan shuni o'ylaymizki, qanchalik o'zi bu to'g'ri fikr deb o'ylaymiz-da. Qarang, mana sizlarga hozir bitta mashinani olib kelsam-mi? Deylik, mashinamning rangi, misol yashil rang mashina olib kelsam, sizlarga emas, umuman mashina prishlarga olib kelsam, voy buni rangi yashil, ketmaydi, eng tufta rang deb maksimalni yerga urib olasizlar-da. Lekin uni olganinglardan keyin endi yuvib, artib, surtib, o't-butini ximchiska qilasizlar-da. Lekin sotayotganda agar men kelib olaman desam o'sha mashinani, bu eng doda rang, eng tinig'i mana eksklyuziv deb sotishda boshqacha bo'ladi. U nima u? Mashina prishlarni sxemasimi bu? Qanaqa bu? Ana narxi yerga urib, olib qolib, keyin maksimalni qimmat sotish, mana shunaqa sxemasi bormi mashina prishlarni? Rang bo'yicha. Umuman mashinani rangi, holati bo'yicha kelgan mashinani maksimalni yerga urib, sotayotganda maksimalni qimmat sotish. Bu mashinniklarni, mashina prishlarni sxemasimi bu? Xo'p, qaraylik, juda zo'r savol bo'ldi. Bu savol juda ham ma'lum bir intriga qiladigan savol. Men sizga hozir harakat qilaman. Butun O'zbekistonning mashina prishlarini, mashinachilarining nomida shu savolingizga to'g'ri aqlli javob berishga harakat qilaman. Qiziq, hammaga bu savolga javob qiziq. Kommentariyada yozinglar, agar noto'g'ri nimadir gapirgan bo'lsam, sizlar o'sha so'zlarni yozinglar. Agar to'g'ri gapirgan bo'lsam, like kutaman, lekin hammanglarni ad-dushi ketdi 1 2 3. Qarang. Rang masalasida. Birinchi bu O'zbekistonda tushuncha bor-da, mana qarang, bizda mana bunaqa ozgina umumiy o'ylash degan mышление bor-da. Hamma bir xil o'ylash degan mышление bor bizning mentalitetda. Keyin sotayotgan narsalarimiz, olayotgan narsalarimizni hali olmasimizda biz uni sotishni o'ylaymiz-da. O'shaning uchun biz hamma umumiy mышленияda oq yoki qora oladi. Qarang. Endi qarang. Oq yoki qora olish sababi biz o'zi sezon issiq ko'proq. Ko'proq oq mashinani tavsiya qilaman aslida o'zi. Lekin qora hozir bizda trend bo'lyapti. Katta mashinalarda, gentralarda qora mashina trendi. Xo'p, bu ikkita masala. Xo'p. Yashil, qizil, sariqlarni aytadigan bo'lsak, endi ozgina bo'lsa ham to'g'risini aytib ketish kerak, uyat bo'ladi aytilmasa. Bu marketingda olayotganda har doim klient ozgina sal bir nima deydi, sizning mashinangiz hamma ommabop rang emas, shuning uchun ketish qiyin bo'ladi deb turib gapirishimiz sababi shuni ozgina bir narxidan sal yumshatib beramikinlar degan maqsadda aytamiz. Aslida ko'nglimizda yomonlik yo'q. Endi bu ishlash uslubi-da. Boshqacha nima qilasiz? Sizning mashinangiz zo'r ekan, yashil, bu eksklyuzivniy mashina deb turib, nech pul desangiz, u ham o deydi-da, bangillatadi. To'g'risi. Bu 200lamachilik emasmi? Yo'q, 200lamachilik emas. Biz ochig'ini aytib gapiryapmiz-ku. Mana rangi yashil, ommabop mashina emas. Ketish qiyin, lekin biz bu yashil mashinani birovga sotayotganda maqtashimizning sababini aytaman. Bu 200lamachilik qilib maqtamaymiz biz uni. Mana yashil, hamma ommabop, hamma oq qora deb o'ylaganda siz o'zgacha fikrlashni boshlang. Siz o'sha stadiyadan men bu
umumiy hamma bir xil o'ylaydigan narsadan chiqing deb biza ozgina ularga boshqacha fikrlashni ozgina yondoshing boshqacha fikrlashga deb maslahat beramiz. Ko'pchiligi shu maslahatimiz yoqadi, har xil rangli mashinalarni olishadi. Misol. Faqat mashinani sotishga shunaqa maslahat berasiz-da, to'g'rimi? Yo, biz любой narsada agar bizdan maslahat so'rasa, ularga maslahat bermaysiz-ku. yo biz klientlarga o'zi yoqqan tanlagan mashina to'g'risida ma'lumot beramiz. Ya'ni oq bilan qoradan arzonroq sotasizmi siz? Yashil mashina olib qolasiz. Albatta. Oq bilan qora bilan bir xil narxda sotmaysiz, ya'ni. Arzon olgan mashinangizni arzon sotasiz. Albatta. Ya'ni ustiga qo'yiladigan o'sha o'zingizlarning daromad fiksiyali, qanaqadir fiksirованный, ya'ni qo'yiladigan. Xohlasam ham sota olmayman. Oq bilan qoradan baland sota olmayman, hech kim olmaydi. Aytom. O'zi umuman har xil rangli mashina sotish qiyin bizda. Xo'p, hozirgi kunda mana bizda oldindan Sergeli mashina bozori bor. Nimaga katta mashina purishlar отдельно bo'lib chiqib ketyapti? Mana sizlarga o'xshab отдельно joy qilib chiqib ketyapti. Bunga sabab bozorda savdo bo'lmayaptimi? Yo boshqa nimadir sabablari bor? Qaranglar, butun dunyoda onlayn bozor rivojlangan, O'zbekistonga ham kirib keldi. Buni boshida men rosa mashinadagi bozordagi mashinachilikka gapirdim. Akalar, ishlash uslubini o'zgartirmasak, biz qolib ketamiz orqada dedim. Rosa tayinlab gapirdim. Kimlardir amal qildi, kimlardir amal qilmadi, kimlardir уже amal qilish boshladi. Borib mashina bozorlar stoyankaga aylanishni boshlaydi. Mashinalaringiz o'sha yerda turadi. O'sha yerda blog yurg'izasiz, o'sha yerda Instagram, Telegram, 50 gram, 100 gram hammangiz o'sha yerda yurg'izasiz. Keyin klientlar, odamlar kelib, sizdan o'sha yerda turgan joyda plashatkangizda olish boshlaydi. Oldindagi odamlar bitta o'zi akasi, amakisi, tog'asi 30 kishi bu bozorda kunini o'tkazish bo'lmaydi. Vaqt pul bo'lib qoldi. Odamga nima kerak bo'lsa, shunda bir parcha telefonidan точный nimani xohlayotganini ko'rib, точный oldiga lokatsiya bilan kelib, oldindan hamma ma'lumotni bilib, narxini bilib, pulini berib olib ketadigan bo'lib qoldi. Qisqa qilib aytganda, vaqt pul bo'lib qoldi. Shuning uchun hamma onlayn rejimga o'tib ketadi. Mashina pirish bo'lishga hozirgi kunda necha puli bo'lish kerak odamning qo'lida? Mashina pirish bo'lish uchun pul vobshe kerak emas hozir. Qanaqa pulsiz? Hozir bitta telefon bo'lsa, yaxshi blog yurg'izsangiz, mashinalar to'g'risida to'g'ri ma'lumot berib, haqiqatdan ham kelgan odamlarni mashinasini arzonroqga qo'ya olsangiz, sotuvga o'zingizni anaqa Instagram sahifangizga yoki Telegram sahifangizga bo'ldi, siz mashinachisiz. Bemalol mashinachilik qilsa bo'ladi. Siz hozir faqat onlayn savdo haqida gapirasiz-da? Yo'q, onlayn emas, misol offlayn ham kimdir ishlagingiz kelyapti-da. 50 ming pul bilan mashina bozoriga, mashina pirishlikka kirib bora oladimi? Bemalol. 50 ming yaxshi pul, bemalol. Kichkinaroq mashinalar, masalan, Nexia 3lar, Sparklar bilan bemalol ishlasa bo'ladi. 50 ming pulga 4-5 ta mashina olib sotsa bo'ladi. Opit qanchalik muhim? Opiti bo'lmasa, opit yillar davomida yig'iladigan narsa. Opitni ko'chada sotmaydi. Odam o'zi o'tga urilib, umrini shunga bag'ishlab, har xil holatlarga tushib, har xil situatsiyalarga tushib, ulardan yig'ib baza yaratadi o'zida. Raz olib ertalab turib soat 9:30 da mashinachi bo'lib qola olmaydi hech kim. Takji любой narsada ham shunaqa. Vaqt kerak. Opitni yig'ish uchun har xil holatlarga tushib chiqish kerak uni. Bagaj kerak ekanda. Da, bagaj обязательно kerak. Men bitta gap eshitdim-da, bitta bozordan chiqib ketgan aka, mashina pirishiydilar. Nimaga chiqib ketdingiz mashina bozoridan desam, mashina bozorida yolg'on juda ham ko'payib ketdi dedilar. Bu yolg'on juda ham bitta nima yotibdi? Yolg'on juda ham ko'p hali ham. Nima yotibdi mana? Yolg'on deganda men tushunmadim. Nima yolg'on desam, u yerda yolg'on ko'p dedilar. Qarang, mashina bozorida yolg'on ko'p degan javobga, savolga nimaga mashinani tekshirib beradiganchilar ko'payib ketdi? Chunki mashina bozordan olingan mashina yoki bo'lmasam ko'chadan yoki qayerdandir targoviy plashatka qayerdan bo'lishidan qat'iy faqat bozor deb hozir bozorchilar ana qilib qolmasin. Umumiy gapirilyapti. Faqat bozorchilar. Kimnidir iminno gapirmayapmiz. Umumiy o'sha eshitilgan gaplar, ko'chada yurgan gaplarni hozir olib mana bu yerda probek aylantiriladi. Masalan, probek aylantiriladi. Bor narsa, uni bilamiz.
Xo'p, kraskalarini etilmaydi, to'liq etilmaydi. Mashtiga ozgina kraska tegan deb qo'yiladi. Vaholanki butun detal kraska bo'lgan. Keyin mana bunaqa so'z hozir moda bo'ldi. Mashinangiz qattiq kraska bo'lgan desa 30% deb qo'yadi. Qarang, mashina agar orqa krilo, orqa bagaj yo orqa eshik nimadir bo'lsa-chi 30% demaydi. Обязательно, orqa krilo ozgina, orqa bagaj tudi-sudi. Agar kapot, krilo bo'lsa 30% deb qo'yadi. Yumshatadi, holatni yumshatish deydi buni. Hamma basharasidan urilgan mashina olgisi kelmaydi-yu. Gapirayotgan chiroyli gapirib qo'yadi. 30% deb qo'yadi. Ya'ni oldidan urilgan mashinaning narxi keskin tushib ketadi. Albatta. Chunki oldida butun uni razval схождение, ходовой частьlar, motorlar, haligi suv aylanadigan nimalar, sistem hamma narsa qisqasi miyasi oldida-da. Boshidan kalta yegan odam bilan oyog'i singan odamning farqi bor-ku, shunga o'xshagan narsa-da qisqasi. Zo'r. Mashinni degan gap, o'sha yolg'onchi degan, boshqa degan nafaqat mashina bozorda yoki mashina, любой joyda bor. Taxta bozor, temir bozor, chinni bozor, любой bozorda o'zini noto'g'ri ishlaydigan odami bor, to'g'ri ishlaydigan odam. Bitta narsa, kim to'g'ri ishlasa, unda baraka bor. Kim noto'g'ri ishlasa, umri o'taveradi, vaqti ketaveradi.